Assalomu alaykum ulug'vor. Xush kelibsiz ushbu ehtifolga. Salomat bo'ling. Sizlar ham xush kelibsizlar. Ko'pdan ko'p xursandman, xushalman. Shu Turkiston birligi, Turkiston yigitlari bu yerga ko'p zahmatlar chekibdilar. Bu zahmatlari uchun tashakkurlik qilaman, rahmat bilaga. Bu Turkiston birligini boyat boshqa keyindan kelayotgan Turkiston yigitlariga omonat qo'yishlik uchun, meros qo'yishlik uchun zahmat qilibdilar. Bir dunyo tashakkur hammalaridan. Ushbu so'zlaringiz bilan shubhasizki butun Turkiston xalqini quvontirdingiz. Sizcha bu xalqimiz uchun, Turkiston uchun mufidmi? Mufid. Bundan ham ko'proq biza ishlamog'imiz lozim, bundan ham ko'proq talashlamog'imiz lozimki ko'proq turklarni, o'zbeklarni, o'zbek bolalarini, turkman bolalarini bir joyga yig'ishlik uchun, ittihodliklari uchun bundan ham ko'proq zahmat qilishimiz lozim. Uloqon rahmat, sizga ancha maza qilib ushbu e'tiborni o'tkazishni islayman. Sog'-omon bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Hurmatli ko'ruvchilar, o'shanday ko'rasiz butun xalqimiz ulug' Turkiston san'atchisini kutib olmoq uchun bu kun Jarmanning Hamburg shahriga huzur topgan. Hozir esa bizni siymosi ijtimoiy tarmoqlarga to'lingan yosh san'atchimizga moyikni uzatamiz va biladan so'raymiz. Bering marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli